Damaslar yuzma-yuz to'qnashdi. Samarqandda ikkita Damas yuzma-yuz to'qnashgan videosi keng tarqalmoqda. Holat 14-may kuni Urgut tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan yo'lda sodir bo'lgan. Tarmoqlarda paydo bo'lgan videoda qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Damaslar yo'l o'rtasida bir-biriga yuzma-yuz urilganini ko'rishingiz mumkin. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabariga ko'ra, hodisa oqibatida ikkala mashina haydovchisi ham tan jarohati olib shifoxonaga murojaat qilgan. Hozirda holat yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Xabaringiz bor, bundan bir necha kun oldin, ya'ni 2026-yilning 10-may sanasida soat 19:15 atrofida Samarqand shahri Namozgoh ko'chasida BYD Tracker, Gentra, Cobalt, Onyx hamda Spark rusumli avtomashinalar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra BYD rusumli transport vositasi haydovchisi belgilangan tezlik me'yorini oshirib, rul boshqaruvni yo'qotgan va ketma-ket boshqa avtomashinalarga urilgan. Oqibatda Tracker avtomashinasining yo'lovchisi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgandi.